Voy. Bo'ldi, qo'y telefonni, nafasat do'mini o'zim qilib boraman senga. Assalomu alaykum. Nafasat stilist sizmi deysiz? Men kelli bizga yozdirgandim. Assalomu alaykum. Ha, men Kironing. Qanaqa obraz qilamiz sizga? Вообще farqi yo'q. Shu ro'molga yarashadigan nimadir qilib yuboring. Nima unaqa deyapsiz? Hijob o'rash hammaga ham emas. O'zi endi 1 oy bo'ldi. Hozir hijob o'ramasangiz erga tega olmas ekansiz. Normalniy joydan chiqib qoluvdi, men ham rozi bo'lgandim. Mashina bo'lsa, uy-joyi bo'lsa, yana nima kerak menga? Uf, shu ham iz bor. Voy, yigitingiz biladimi bunaqa chakishingizni? Hattan bilib o'tiribdi, lo'q bo'lsa. Onam. Alo. Alo, qizim, bo'lib qoldingmi? Ha, oyi bo'lib qoldim. Shu iz bordi. Alo. Alo, Mahmud Kirinov tayyormi? Ha, albatta hayotim. Bo'laman. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi endi indamasa. Aytgandek, shu yerda gap shu yerda qolsin, pulingizni ortig'i bilan beraman. Ortiqcha pulingiz kerak yo'q menga. Xudo ko'rib turibdi-ku.